Assalomu alaykum hammaga. Biz hozir Termiz shahridagi Sariq Yulduz samomoykasiga keldik. Bu yer ochilganiga 2 hafta bo'ldi. Yangi ochilishiga qaramasdan klientlari juda ham ko'p. Hozir ancha kechki payt ovqat vaqti bo'lib qolganiga ancha klientlar kamayib qoldi. Bu kam holati. Ana Jamshid aka promo kompaniyasiga apparatlar zakaz qildilar. Taassurotlar qanaqa? Taassurotlarimiz promo bilan shartnoma tuzganimizga 2 hafta bo'ldi. Apparatlarni olib kelib qo'yishdi. Shu xalqqa yoqyapti, ishlash jarayonlari yaxshi bo'lyapti. Hamma xursand, rozi, ishimiz davom etyapti. Xudoga shukr, mijozlarimiz ko'p, hamma xursand. Boshqa shu biznesni qurmoqchi bo'lgan obunachilarimizga tavsiya qilasizmi? Boshqa obunachilarga, mijozlarga tavsiya qilaman shu promo bilan shartnoma qilib shu apparatlarni qo'yishga. Hali buzilgani yo'q, hammasi zo'r ishlayapti. Aytganimdek, mijozlarimiz xursand. Ishlash jarayonlaridan xursand. Bo'ldi, endi juda ko'pchilikda mo'yka qurishda standartlar yo'qligi, razmerlar qanaqa qilish kerakligini bilmaganligi uchun juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'ladi. Shu videoda kammi ko'pmi yechim qilib, ko'pchilik manfaatli video qilishga harakat qilamiz. Harakat. Xo'sh, bokslarimizga kelsak, razmerlari 5 ga 6 metr bo'lgan, tepasiga, senteriga 3 metr, markaziga 10 ga profil qo'yilgan, o'sha montajni shlankalar, konsollar o'sha akkuratni qilib qotirib, sifatli joylashish uchun. Balandligi 4 metr qilingan, 4 metr idealni hisoblanadi. Shlaylari yerga tegar tegmas qilib ustanovka qilingan. Ko'p mo'ykalarda bilsalar, shu joylar tegib, teshilib, shlankada muammolar juda ko'p uchraydi. Bizda bunaqa muammolar juda ham kam bo'ladi. Dizaynlarga kelsak, o'zingiz xohlaganday profnastir yoki shunga o'xshagan materiallardan, qurilish materiallaridan yopsangiz bo'ladi, lekin biz ko'proq banner tavsiya qilamiz. Sababi bannerni kamida 2-3 yil ishlatadi. 2-3 yildan keyin boshqatdan yana banner qilib, boshqa dizayn qilsangiz, xuddi yangitdan qurilgandek bo'lib qoladi. Bu odamlarga xuddi mo'yka qayta ishga tushganday, yangi qurilganday taassurot qoldiradi. Xo'sh, bokslarimiz Promo standart versiya o'rnatilgan. Hozir bilasizlar, bizda yangi versiya paydo bo'lgan, pauzali versiyamiz. Bunga ham obzorni bir qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bunda 6 ta funksiyali qilib berganmiz. Suv, pena, voz, nano, aktivniy ximiya, kosmos funksiyasini ham o'rnatib berganmiz. Hozir ichkarida montaj jarayonlarini ham ko'rasizlar. Biz knopkani bonus sifatida qo'shib berganmiz. Bu o'sha akalar zakaz qilgan paytda yangilik bo'lib qurilgan edi. Buni bosish orqali o'sha biznes egasiga ushbu apparatda qanaqa nosozlik haqida ma'lumot ogohlantirish yuborsa bo'ladi. Har doimgidek faqat bizda klik bilan shartnomamiz bor. Klik orqali faqat naqd pul emas, o'sha klik orqali to'lab ham mo'ykadan foydalanib ketish imkoniyati mavjud bo'ladi. Talablarga qarab logotip qo'yib berganmiz. Xo'sh, bu akalarimiz juda ham innovatsion yechim qilgan. Pastiga shunaqa temir setkalardan chiroyli qilib mashina tagiga joylashtirilgan. Ko'rib turgan bo'lsalaring, yuvilgan mashinalar tagida loy yo'q, kir yo'q, odam sirqanmaydi, toza akkuratli bo'lib turibdi. Juda ko'pchilik agar imkoniyati bo'lsa, mana shunaqa konstruksiya qilishini ko'rib qolamiz. Tozalash uchun eshiklargacha o'ylab qo'yilgan. Hamma mo'ykani ko'rishlar mumkin, top-toza holatda ishlayapti. Juda ko'pchilik suv bilan pena pistoletlarni o'rnini alishtirib qo'yadi. Qaysisidan nimani foydalanishni bilmaydi. Mana banner qo'ysalar agar chiroyli qilib o'sha qaysi tomondan nimalar chiqishi informatsiya berib yozib qo'yish mumkin bo'ladi. Qo'lli держателlarimiz nerjinkadan qilingan, jag'lari katta ochiladi, zaynlab ertaga muammo qilmaydi. Ishlatishga juda ham qulay qilingan, ko'rishlar mumkin. Xo'sh, Promo kompaniyasi bilasizlar, platalarni o'zi ishlab chiqaradi. Bu ekrandagi yozuvlarni, analitika tizimlari bor, ular haqida ham boshqa obzorlarimizni qo'yganmiz, bir ko'rishlar mumkin. Apparaturalar standartli qilib yig'ilgan, ko'rishingiz mumkin. Hammasini montaji bir xil holatda yig'ilgan. Ertaga qayerdadir muammo bo'ladigan bo'lsa, shitdami
Bu yerda zapas zapchastlar berilgan, zapas zapchastlar turibdi. Har bittasi nakleyka orqali yopishtirib yozib qo'yilgan. Ertaga servisida muammo bo'lmaydi. Manzillarni bilib turish uchun indikatorlar qo'yilgan. Akamizni ko'plari idealniy ekan. Gap sifati bilan deydi, nima bittasini ochib ko'ramiz. Akkuratniy standart bo'yicha yig'ilgan. Hozir bularni ham ochib ko'ramiz. Agar shitda muammo bo'ladigan bo'lsa, o'rniga boshqa jo'natsak, joyiga shunday qotirsa ishlab ketadi. Oddiy elektrik ham ulab foydalanish mumkin bo'ladi. Kosmos apparatlarimiz 1 tonnalik kosmos apparat ustanovka qilib berganmiz. Buni bilasizlar, 500 litrligi ham bor. 1 tonnaligining yaxshi tomoni o'zini o'zi yuvib turish sistemasi bo'ladi. Bu soatiga o'sha 1 tonna suv ishlab beriladi. Montajli qismlari tepaga abishli suv qo'yib berganmiz. Undan kosmos orqali pastga zaxira o'sin suvi yig'iladi. Montajlarimiz o'sha akkuratli qilib, xalaqit qilmaydigan, bu yerda zimniy rejimlarigacha kod qoldirib ketilgan, zimniy rejimlari. O'sha osmoslar uchun magnit klapanlar, montajlari o'sha akkuratli qilib, 6 ta boks bo'lganligi uchun o'sha ximikat bochkalarni ham kattasidan o'rnatib berganmiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastda kal markaz nomerini qoldiramiz. Operatorlarimiz sizlar bilan bog'lanib, savollaringga to'liq javob olishlarini ta'minlab beradi. Quramay bir qadam oldinlar.